Hozirgi kunda yuqumli kasalliklar o'rtasida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu virusli gepatitlardir. Virusli gepatitlarga qaysi gepatitlar kiradi? A, B, C, D va E turlarga ajratiladi. Virusli gepatitlar yuqish yo'liga qarab ikki bo'limga ajratiladi. Ya'ni enteral va parenteral yo'l bilan yuqish yo'llari. Enteral yo'l bilan yuqadigan gepatitlarga A va E turlari kiradi. Parenteral yo'l bilan yuqadigan gepatitlarga B, C, D turlari kiradi. Parenteral yuqish yo'li o'zi nima? Bu parenteral yuqish yo'li qon orqali yuqadi. Ya'ni qanday? Parenteral yo'lda stomatologiyada, xirurgiyada, ginekologiyada asboblarda yaxshi sterilizatsiya bo'lmasligi natijasida kelib chiqadigan kasallik yoki og'ir bemorlarimizga qon quyish natijasida, asosan ayollarda salonlarga borganda manikur, pedikur qilishganda, erkaklarimizda esa soch saqqollarga ishlatiladigan asboblarda yaxshi sterilizatsiya bo'lmasligi natijasida yuqadi. Klinik kechishiga qarab virusli gepatitlar o'tkir va surunkali turlarga ajratiladi. O'tkir kechishida klinikasida bemorda birinchi o'rinda sarg'ayish, ko'z sklerasini sarg'ayishi, terilarning sarg'ayishi, ko'ngil aynishi, bezovtalik, ishtahaning pastligi kuzatiladi. Surunkali gepatitda esa deyarli klinikasi ko'rilmaydi. Bunda jigar sekin-sekin astalik bilan o'zini faoliyatini yo'qota boshlaydi. Ya'ni bunda bemorda ozroq ko'ngil aynishi bo'lishi mumkin, ich qotishi bo'lishi mumkin, ishtahasining pasayishi va o'ng tomonda qovurg'a yoyi ostida og'irlik his qilishi mumkin. Bundan tashqari yana klinik belgilarida bemorni ko'zining sklerasida qisman va nisbatan sarg'ayish kuzatilishi mumkin. Bu surunkali gepatitlarda uchraydigan klinik belgilar. Agarda mana shu aytgan klinik belgilarning birontasi ko'rilmasa bemorda, qanday biz aniqlaymiz? Bemorda bilirubin, ALT, AST yoki bo'lmasam jigar va taloqlarni UZI qilish orqali biz aniqlik kiritamiz. O'sha UZI apparatiga jigar sohasi tushganda surunkali gepatit tashxisi qo'yiladi yoki jigarning kattalashishi asoratlari bilan ko'rilganda biz taxminiy tashxis qo'yamiz va bemorga PCR orqali gepatit B, C, D viruslariga PCR analizi topshirishni buyuramiz. Demak, biz qachon surunkali gepatit deymiz? Surunkali gepatit tashxisi qo'yishdan oldin bemordan anamnez yig'ib olamiz. Bunda bemor 3 oy yoki 6 oy yoki yarim yil oldin stomatologiyaga borganman deydi yoki operatsiya o'tkazganman deydi yoki soch salonga borganman deydi. Anamnezini qisman yig'ib olganimizdan keyin bemorga demak o'sha PCR analiziga tavsiya beramiz. Va bemor bizga savol beradi. Nega doktor menda sarg'ayish yo'q-ku? Nega gepatit tashxisini qo'ydingiz deb savol beradi. O'shanda biz aytamiz. Ko'pincha gepatit B, C, D turlarida aniq klinik belgilar kuzatilmaydi. Ya'ni boya yuqoridagi aytganim kabi sariqlik belgisi kuzatilmaydi. Bemorlarning o'zi bizga doimo aytishadi, men hech qachon sariqlik kasalligini o'tkazmaganman. Bu gepatit kasalligi, ya'ni B, C, D turlari sariqsiz kechadi va o'sha klinik belgilar kuzatilmaydi. Va biz PCR ga yuborganimizda unda o'sha gepatit B yoki C yoki D borligiga qarab biz tashxis qo'yamiz. Gepatitlar shunaqa kasallikki, asoratlarini biz qachonki og'irlashib qolganda sezamiz. Nega? Jigarda nerv tolalari juda ham kam joylashgan, asosan o't pufagida bor, shu uchun jigar og'rimasdan faoliyatini buzib qo'yamiz. Asoratlari kelib chiqqandan keyin bizda klinik belgilar aniq ko'rina boshlaydi. Ya'ni o'sha surunkali kechadigan gepatit B, C, D kasalliklarimizdan eng katta asoratlardan, ya'ni hozirgi kunda ko'p uchraydigan asoratlardan biri bu jigar sirrozi, asid, ya'ni xalq tilida o'sha qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi,
portalniy gipertenziya, qizilo'ngach yoki milklarning qonashi, shunga o'xshash o'ta xavfli asoratlar kuzatiladi. Surunkali gepatitlarning davolash yo'llari. Surunkali gepatit B, C, D tashxisini qo'yganimizdan keyin, asoratlarni bilganimizdan keyin bemorlar statsionar sharoitda yotib davolanishlari shart. Bunda bemorlar ko'p o'zlariga ishonchsizlik qilib yoki bee'tiborlik qilib desak to'g'riroq bo'ladi, yotib davolanishni o'zlariga ma'qul ko'rishmaydi. Imkon bo'lsa shu doktor uyga yozib bering, uyda lecheniya olsam bo'lmaydimi, uyda davolansam bo'lmaydimi deb uy sharoitida davolanishadi. Yo'q, imkon qadar shifoxonada, shifokor nazoratida yotib davolanganlaringiz ma'qulroq. Xo'sh, qanday qilib davolaymiz? Bemorga aniq tashxis qo'yilgandan keyin, asoratlari inobatga olingandan keyin har bir virusni o'ziga xos davolash rejalari bor. Bunga nimalar kiradi? Birinchi o'rinda parhez. Ko'plar o'ylaydi-ku, bo'ldi, men davolanib bo'ldim, parhez qilish shart emas yoki jigar kasalliklarida yaxshi ovqatlanish kerak yoki yaxshi go'sht yeyish kerak. Yo'q. Imkon qadar to'g'ri ovqatlanishga tushishimiz kerak va o'shandagina natija yaxshiroq bo'ladi. Yengil ovqatlar, mayli go'sht iste'mol qilamiz, kamroq miqdorda imkon qadar xamirli ovqatlarni cheklagan holda, ya'ni bu hozir aytayotganlarim 15-stolga kiradi. Albatta og'ir asoratlari bilan kelganda biz imkon qadar suyuq ovqatlarni iste'mol qilamiz, qattiq, quyuq, qovurilgan ovqatlarni imkon qadar cheklaymiz. Yengilroq qaynatilgan, dimlangan ovqatlarni o'rta hol kechish klinikasiga qarab biz parhezni tavsiya qilamiz. Ya'ni boya aytganimdek, qon ketish asoratlari bo'lsa, qizilo'ngachda, unda biz imkon qadar bulyon ovqatlarni, ya'ni mahsulotlarni bulyon holatga keltirilgan holda iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari, birinchi o'rinda biz parhezni qilganimizdan keyin davo kurslari boshlanadi. Gepatit Bni o'zini virusiga qarab, virusga qarshi dori iste'mol qilinadi. Gepatit Cni o'zini virusiga ta'sir qiladigan dorisi bor. Gepatit Dga hali davo chiqqani yo'q. Chiqib qolar, xudo xolasa endi, lekin gepatit B va Cga qarshi, virusga qarshi dori preparatlarimiz bor. Gepatit Cni 100% tuzatsa bo'ladi. 3 oydan 6 oygacha bo'lgan virusga qarshi dori mahsulotini iste'mol qilamiz. U tekshiriladi. 3 oy ichgandan keyin qayta tekshiriladi bemor va o'shanga qarab agar virus miqdori kamaygan yoki yo'qolgan bo'lsa, to'xtatamiz. Bundan tashqari biz virusga qarshi dori preparatini tavsiya qilamiz va statsionar sharoitda jigarni o'zini hujayralariga ta'sir qiladigan preparatlarimiz bor. Bunga gepatoprotektorlar deymiz. Har xil tabiiy mahsulotlarimiz bor, tabletkalari bor o'zini. Shu bilan birga parhez, virusga qarshi dori, gepatoprotektorlarni birgalikda olib borsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Gepatit C virusiga qarshi protivirus deymiz, ya'ni virusga qarshi dorimiz bor, lekin oldini olish uchun profilaktik vaksinamiz yo'q. Gepatit Bga qarshi vaksinamiz bor. Chaqaloq vaqtida ham emlanadi va hozirgi vaqtda ham, ya'ni yoshga qarab, yoshi kattalar uchun ham vaksinalarimiz bor, gepatit Bga ham. Lekin gepatit C va Dga vaksinalarimiz yo'q, hali ishlab chiqarilmagan. Hozirgi kunda bemorlarimiz gepatit Bdan keyin gepatit D virusi yuqtirganlardan keyin gepatit B yo'qolibdi deymanda, gepatit Dga aylanib qolibdi degan noto'g'ri informatsiya bilan kelishadi. Hech qachon gepatit B yo'qolib ketmaydi. Gepatit D gepatit B virusini qobig'iga o'tirib oladi va yashiradi. Gepatit B virusini yashiradida, gepatit Bni PCR mi, EFA mi qilganimizda отрицательный chiqadi. Gepatit D положительный, ya'ni manfiy bo'lib ko'rinib turadi.
Shuning uchun adashmasdan tashxis qo'yishimiz kerak. Gepatit B yo'qolib qolmaydi. Gepatit B virusini ustiga, qobig'ini ustiga gepatit D yopilib chiqib oladida, gepatit D virusi ko'rinib turadi. Shu uchun oddiy xalqimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Gepatit B yo'qolib qopti, gepatit D ga aylanib qopti degan bu noto'g'ri informatsiya deymizmi, endi ma'lumot deymizmi. Shunda biz bemorlarimiz o'shanda gepatit Bni dan keyin gepatit Dni yuqtirib olgan bo'ladi. Ular doim birgalikda yuradi, birga ish faoliyatini birgalikda olib boradi. Gepatit B bor joyda xavfi gepatit Dni yuqtirib olish xavfi katta bo'ladi. Shu uchun biz doim gepatit B bilan kasallangan bemorlarga aytamizki, o'sha stomatologiyaga borasizmi yoki ayollar ginekologiyaga boradimi, salonga boradimi, imkon qadar yaxshi sterilizatsiya bo'lgan asboblardan foydalaninglar deb tavsiya qilamiz, chunki o'shanda yuqish xavfi kamayadi. Gepatit D bilan kasallanish xavfi kamayadi o'shanda. Sizda ham mana shunday asoratlar kuzatilmasligi uchun har 6 oyda shifokor nazoratidan o'ting va sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.